Hammaga assalomu alaykum. Bugun Mospit dasturidan ro'yxatdan o'tishni ko'rib chiqamiz. Mospitga kirganimizdan so'ng mana bu kirish bo'limi bor, ro'yxatdan o'tish. Kirishni bossak, bu o'zimizning eski akkauntimizni tiklasak bo'ladi. Bizlar ro'yxatdan o'tishni boshlaymiz. Mana telefon raqam orqali degan joyiga o'zimizni telefon raqamimizni kiritamiz. Valyuta. Dollarda o'ynaysizmi, или rublda rubl ham bor mana bu yerda, mana. Или kazakskiy so'mda o'ynaysizmi, nimada o'ynaysiz, o'shani qo'yasiz. Promokod degan joyiga F666 yozamiz. Qo'llash. Mana bu yerga telefon raqamimizni yozganimizdan so'ng bizlarga kod qanday keladi? Короче, telefon qiladi qanaqadir nomerdan, o'sha nomerda oxirgi 4 ta raqami sizga kod bo'ladi. Mana misol 9999, mana bu yerda 4 ta raqam qolyapti-ku. O'sha bizlarga misol 2233. Oxirgi 4 ta raqami bizlarga kod bo'ladi telefon qilgan nomerdan. Bizlar bir boshidan o'tishni boshlaymiz hozir. Bu yerda ham shunday valyuta, mamlakat degan joyiga Rossiyami, или Ukraina, или Qozog'iston o'shani tanlaysiz. Bu yerdan bonuslarni ko'rsak bo'ladi. Kazino o'yinlari uchun 4 million so'm bonus beradi. 250 ta bepul spin. Sport o'yinlariga stavka qilaman desalaringiz, faqat 4 million so'm bonus o'zini beradi promokodimiz. O'yinni boshlash. Keyin eslatish kerak emas. Mana bizlarga o'sha akkaunt ochildi. Mana ochilgandan so'ng ham nomerimizni ulab olsak bo'ladi. Ulab qo'ysak bizlarga erta akkauntimizdan chiqsak kirishimizga osonroq bo'ladi. Чтобы erta mana bu login kerak yo'q narsa, faqat nomer ulab qo'ysak yaxshi bo'ladi. Kirganimizdan so'ng mana balansni to'ldirish. Xumodan to'ldirsak bo'ladi. Yana nimalar bor? Visa bor, Uzcard bor, MySakart, Uzkassa, Bitcoin, kriptovalyutalardan to'ldirib olsak bo'ladi. Mablag' chiqarish. Bu yerda profilni to'ldir deyapti. Hozir to'ldirishni ham o'rgatib o'tib ketaman. Erta pul chiqarayotganingiz olsin bo'ladi. Mana bonus oling deyapti. Promokodimizdan. Mana qarang. To'ldirish sahifasiga qaytish. Hozir bizlar profilni to'ldirib chiqsak, birinchi depozitimiz uchun 4 million so'm bonus beradi. Bizlar sal keyinroq olamiz. Tepada mana 3 ta chiziqchaga bosamiz. Keyin mana tepada ID turibdi. Tepada. O'shanga bosamiz. Bu yerdan keyin yana shu mana undovchani ustiga bosamiz. Bu yerdan telefon raqamimizni yana kiritsak bo'ladi. Kiritish eslaringizdan chiqmasin. Bu yerga familiyamiz, ismimiz Jens degan ayol или erkak. Bu yerga O'zbekistonni tanladik boshida, shaharga o'zimiz turgan shahar, tug'ilgan sanasi, hujjat raqami. Bular to'ldirishimiz shart. Erta misol kazino o'ynab, или boshqa narsa o'ynab, nerealniy summa o'tvorsangiz, bular to'ldirmasangiz pul chiqarish qiyin. Chunki hozir ham mana pul chiqarishni bossak, bagini polniy profil to'ldiring deyapti. Mana profil to'ldirib chiqish kerak. Hammaga omad. Promokodimiz F666.